Hech qachon bugungi ishni ertaga qoldirmaslik lozim. Muvaffaqiyatga erishish uchun berilgan imkoniyatlarga qanchalik tez oshiqsangiz, xulosa chiqarishga ham shunchalik tez oshiqishingiz kerak bo'ladi. Yo'qotilgan vaqtni topib bo'lmaydi. Bilimga kiritilgan sarmoya eng yaxshi daromad keltiradigan sarmoyadir. Qayerda muhabbatsiz oila bo'lsa, o'sha yerda oilasiz muhabbat ham bo'ladi. Shoshqaloqning ishi xom bo'ladi. 3 kishi sir saqlay olishi mumkin, faqat ularning ikkitasi allaqachon vafot etgan bo'lishi kerak. It bilan birgalikda uxlagan odam ertalab uyg'ongach o'zini pashshalar qurshovida ko'radi. Qiz bolaning kamchiliklarini topmoqchi bo'lsangiz, maqtab ko'ring. Hayotni sevasizmi? Unda vaqtni bekorga sovurmang, chunki hayot avvalambor vaqtdan iborat. Farzandlaringizga o'zini nazorat qilishni, ishtiyoqlariga taslim bo'lmaslikni, xurofotga berilmaslikni, yovuz illatlardan saqlanishni, sof aql va tafakkur bilan ish ko'rishni o'rgating. Shunda farzandlaringizni baxtsizliklardan asrab qolib, jamiyatdagi jinoyatlarning oldini olgan bo'lasiz. Uylanishdan oldin ko'zlaringiz ochiq bo'lsin. Uylangandan so'ng ko'zingizning yarmini yumib qo'ysangiz ham bo'ladi. Biz qariganimiz uchun o'yin-qaroqlikdan to'xtamaymiz. Aksincha, o'yin-qaroqlikdan to'xtaganimiz uchun qariymiz. 1000 yil yashaydigandek ishlang. Mamnuniyat kambag'alni boyga aylantirsa, noshukrlik boyni kambag'alga aylantirib qo'yadi. Axloqsiz kishi o'zining badburush ekanligini biladi. U shuning uchun ham niqob taqib oladi. Ayoli va pullarini boshqalarga tez-tez ko'z qilib turadigan kishi, bularning ikkalasini ham qarzga olib turishlari xavf ostida bo'ladi. Charchoq eng yaxshi yostiq. Har narsadan norozi odam qulay o'rindiq topishda ham qiyin.